Do'stlar, shu ko'rib turgan mebellarimizni bir hafta ichida o'lchab, razmer olib, kelib o'rnatib berganmiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun navbatdagi ishimiz Shovot tumanida bo'ldi. Hozir klientimizning fikrlarini o'rgatamiz. Yapga bizlar Instagramda ko'rib kuzatib, bizlar zakaz berdingiz. Ishlarimizni xohladingizmi? Kutganingizdek bo'lib chiqdimi mebellar? Shu haqida bir. Avvalambor rahmat. Men bir og'zim gapimga kelib, darrov shu kuni o'zimda kelib, o'lchab hamma narsani ko'nglimdagidek bo'ldi. Alhamdulillah, kutganimdan ham ziyoda bo'ldi. Dim ajoyib, mehnatlaringiz rohatini ko'ring, Xudoyim. Topgan tutganlaringiz yaxshi kunlarga buyursin. Dim yaxshi, ko'nglimdagidan ham ziyoda bo'ldi. Rahmat. Rahmat aka, bizlarni tanlagangiz uchun. Do'stlar, mebelimizni bir statistika obzor qilib beramiz. Xo'p, mebelimizda oshxonamiz kichkina bo'lishidan qaramay, maksimal foydalanib, zo'r qulayliklarni aytganmiz. Razmerlarimiz bir qator aytib o'tgan bo'lsak, bunday sana 215, bu tarafini 350 qilib ishlaganmiz. Mebelimizda zo'rlardan biri, shuni eshikdan giraversh qismimizdan mebellarni bo'sh qoldirmay ishlab berganmiz va zo'rlardan biri, shuni oshxonaga kiradigan bo'lsangiz, shu yerdan bakoydan bemalol postoyitkalarni yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Shuni bir siyib olasiz, yanada. Bu tarafda duxovka, mikronovkalar uchun joy ajratganmiz. Bu yerda рабочий stol qo'yib, moyka qo'yib berdik. Moykamizdan sifatli, yaxshi moykalarni o'rnatib berdik. Bu tarafimizdan настольный gazdan qo'ydik. Har doim buni ikkinchidan postoyitkadan qo'yamiz. Mebelimizga e'tibor berasizlar, shuni dafalari bilan postoyitka qilib, pastlar bilan shishaklarimizni aylanma ichlaridan postoyitka qilamiz va shom shu yerda bakoyimizdan shunday postoyitka tushirib, stolni ko'tarib berganmiz. Xudo xolasa ishimiz chiroyli bo'lib chiqdi. Kimlar shunday sifatli mebel xizmatlariga kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol o'zlaringiz murojaat qilasizlar. Videoni ekranga tashlab qo'ying. Men shunday chiroyli mebellarni sotish nasib etsin.